Bitta boy akaxon uyida ishlayotgandik, kafillarni terib beramiz, uchastkalarni katta hisob qo'yganlar. Muammoni aytib beryaptilar-da, ya'ni muammoni chiroyliligini qaranglar. Endi hammada muammo bo'ladi, o'ziga yarasha. Bir aytib beryaptilar, menga qarab, "Oka" deyaptilar. Shuncha pulni qayerda saqlaykan endi deyaptilar-da. Uyda saqlaymikan, yo ana "Oka, men bilmadim endi, mana sizchalik pulim ko'p emas. Biz endi ostini tegiz qo'yib qo'yamiz, bo'ldi" dedim. Bunaqa o'ylab yurmaymiz endi. Hammani o'ziga yarasha muammosi bor ekan, boymi kambag'almi farqi yo'q ekan. O'shangimdan o'ylab qoldim. Sizda qanaqa muammo? Men o'zimni muammoyimda o'ylayapman-da, miyamda. Sizda qanaqa muammo ketyapti hozirgi momentda? Qani, kommentariyada yozib yuboring, qiziq-da. Muammo tugamas ekan, xullas, boy bo'lsangiz ham, kambag'al bo'lsangiz ham, boyib ketsam zo'r bo'ladi deb o'ylab qo'yadi ko'pchilik. Gap pulda emas. Gap mana shu momentimizdan rozi bo'lishimizda. Mana shu hozirgi momentimiz, daqiqamiz nima? Boshimizda nima turibdi? O'shandan rozi bo'lsa, o'shandagina baxtli bo'lamiz. Siz rozimisiz?